Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men Do'stov Sunnatullo Rahmonovich, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisiman. Sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilish mavzusida amaliy mashg'ulotimizni olib boramiz. Biz bunda siz bilan bir necha misol va masalalarni yechishimizga to'g'ri keladi. Kim tez hisoblaydi o'yini? 70 euro 10, 60, 70 euro 20, 50, 70 euro 30, 40, 70 euro 40, 30, 70 euro 50, 20, 70 euro 60, 10 kabi holatlarga duch keldik. Keyingisini oladigan bo'lsak, demak 20 sonni qo'shib chiqishimiz kerak bo'lyapti. 40 qo'shuv 20, 60, 40 qo'shuv 20 qo'shuv 30, 50, 20 qo'shuv 60, 80, 20 qo'shuv 10, 30, 20 qo'shuv 20, 40, 20 qo'shuv 50 bu 70 ga teng. 20 qo'shuv 50 70. Siz geniyimisiz? Unda so'roq o'rniga qaysi son bo'lishi kerakligini topib ko'ringchi deyilyapti. Azizlar, rasmga diqqat bilan e'tibor qaratishingizni so'ragan bo'lardim. Bunda e'tibor qiling, ikkita tuxum kaloriyasi 11 ga teng deb tasavvur qilaylik. Keyingisida esa bittalik tuxum bor, yana bittalik tuxum bor hamda uchtalik tuxum bor. Ular birgalikda kaloriya bo'yicha 30 ga teng. Xo'p, uchinchisini olib qaraydigan bo'lsak, bittalik tuxum kaloriyasi hamda ikkitalik tuxum kaloriyasi umumiy holda 19 ga teng bo'lyapti. To'rtinchi rasmga qaraydigan bo'lsangiz, 3 kaloriyali uchtalik tuxum kaloriyasi hamda ikkitalik tuxum kaloriyasi birgalikda 25 ga teng. 5-rasmga e'tibor qiling. Bittalik, ikkitalik, uchtalik tuxum kaloriyasi 33 ga teng va oxirgisi 4talik, ikkitalik, bittalik tuxum kaloriyasi nechaga teng deyilyapti. Biz bunda albatta eng avvalo berilgan masalani fikrlashimiz kerak, o'ylashimiz kerak, qaysi formulalarga mos tushishini o'ylashimiz kerak. Demak, bu to'g'ridan to'g'ri o'ylab qaraydigan bo'lsak, arifmetik progressiyalarga to'g'ri kelyapti, mos tushyapti. Nega? A2 deydigan bo'lsak, A2 teng 11 bo'lyapti. Bunda formula bo'yicha oladigan bo'lsak, A2 bu nimaga teng? A2 A1 qo'shuv D ga teng. Demak, biz bu yerda nima qilishimiz mumkin? Shu holatda A2 ni o'zi 11 ga tengligini hisobini olamizda, qulay usullarga olib boramiz. Bu birinchi rasmni biz 3-rasmga ko'chiramiz. 3-rasmda ham xuddi mana shunday ikkitalik tuxum bor. Bu ikkitalik tuxumni o'rniga biz 11 qo'yishimiz mumkin.